Assalomu alaykum Umar avto obunachilari. Ertalabda Andijon mosh bozoriga chiqib olganmiz. Bu qismga Andijon mosh bozoridan Cobalt narxlarini yoritib o'tib ketamiz. 13-fevral Andijon mosh bozori juma tongida turibmiz. Hammalaringizga juma ayyomi muborak bo'lsin. Akalar, birinchilardan qo'yamiz kanalga 10 gacha syomkalar qilib Cobaltlarda Nexia oldik bundan birinchi. Hamma yo'qda kanalimizdan kirib tavsiyalar bo'laveradi. Manfaatli video chiqaramiz. Obuna bo'lsanglar, hatiyaba narxlardan xabardor bo'lib turasiz. 2013-yildan biz boshladik. Ko'ringlar mana. Kraskalari qanaqa buni? 3 ta detallar kraskalari bor. Sotmoqchi bo'lsanglar ham bu hojaka o'zi yaxshi pullarga olaveradi. 13 3 ta detallar kraskalari bor. Motor hadovoy korobkasi-chi? Korobka hadovolar zo'r. Birinchi pays ekan hojaka bu. Birinchi pays ekan. To'rtinchi pakalina gazlari bor, holatlari yaxshi. Tomonlarini ko'rishingiz mumkin. Diskga qo'yilgan 17, balon holatlari yaxshi holatda. Yon tomon ko'rinishlari. Mexanika birinchi paysda, chexol poligi bor, 620 ming yurgan mashina. Puli yengilroq, kirani bosaman deganlar uchun mana bu variantini tavsiya qilamiz. Orqasida chexol poligi bor. Mana bu tomon ko'rinishlari. Gazlari metan buni? Metan gazlari bor. Benzin ham yuryaptimi hoji aka? Hozir benzinda yuribdi. Narxini qancha so'raymiz? Yaqinroq qilib 5700 dan o'tib beramiz. 5700 dollar kamini ham qilib beradi. Umar avtodan deyish esdan chiqmasin. Nomeringizni aytingiz? 90 201 3256 raqamlarga aloqaga chiqinglar. Yana batafsil ma'lumotni hoji akam o'zidan olsanglar bo'laveradi. Egalari o'zidan ham ko'proq moshinaga qaraydigan. Ko'ringlar. 2013 kraskasi buni. Kraskasi 4 ta detalda kraskalari bor. Kapot bilan orqa eshikda kraskalari bor. Korobka, motor hadovoylari вообще zo'r. ABS bor. Konditsionerini uzib qo'yishibdi. Gazlari bor. Holatlarini ko'rishingiz mumkin. O'z uchun ustingizga tekshirtirib olaverasiz. Yumshoq balonlarda turibdi. Bitta like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Shunkalari ham bor. Chexol polisi bor, 377 ming yurgan, monitor bor, barq qo'yilgan, holatlari yaxshi holatda. To'rala eshigimi? To'rala eshigi shumka. To'rala eshigi shumka. Orqalarida chexol poligi bor. Mana salonda bu tomondan ko'rinishlari, mashina ko'ryapsizlar. Orqa tomonlari metan gazlari bor. Benzin gazda. Mana bu yoqlari variant yo'q bunga aka? Yo'q, faqat naqd. Faqat naqd pul asosida savdosi bo'ladi. Puli yengil deb aytib o'tyapti. Narxi qancha mana? 6000 dan o'tib beraman. 6000 dollar kami bor. Ikkinchi paysda. Genalni beriladi-ya? Yo'q, faqat nomiga. Faqat nomiga o'tib olish sharti bilan. Variant yo'llari yo'q. Faqat naqdga 6000 dollar tushib beradi. Nomeringizni aytsangiz? 91lik 492 7080 raqamlarga aloqaga chiqinglar. Yana batafsil ma'lumotni egalarini o'zlaridan olsanglar bo'laveradi. 2015-yildan davom ettiramiz aziz obunachilarimiz. Like bosib esdan chiqmasin. Kraskasi-chi? Kirloni 3 va kapoti 3 da kraskalari bor ekan. O'z uchun tekshirtirib olaverasiz. Motor hadovoy korobkalari zo'r. ABS konditsioner gazlargacha bor. ABSlarni ko'rishingiz mumkin. Holatlari yaxshi motorlarni. Endi o'z uchun tekshirtirib oling. Yumshoq balonlarda 2015-yil mashina yonlari. Salonida yurgani 387 ming yurgan, ikkinchi paysa mexanika. Gazi metanmi buni? Metan gazlari bor. Endi benzin gazda mashina. Orqalarini ko'ryapsizlar, holatlarini ayol mashina purish opalarimizdan. Narxini nech pul so'rayapsizlar? 6,5 ming kami bor. Genalni berasizmi? Beramiz. Genalni berasiz. Nomeringizni aytsangiz? 99 032 032 39 31. Variant chiqadi bunga? Endi agar jicha-picha qolsa chiqaramiz. Kelishilgan holatda bankda muammosi yo'q. Variant kelishilgan holatda chiqarsa bo'ladi. Qiziqarli aloqaga chiqinglar, batafsil ma'lumotni opalarimiz o'zidan olsanglar bo'laveradi. Xo'p akalar, Gansweetda akalar ko'rishlaringiz mumkin. Cobalt minaman desanglar, yili nechi buni aka?
2014 dan davom ettiramiz kraskalari. Kraskasi bu 40% bor. 40%cha kraskalari bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Suvalari butunmi oldi orqalari? Oldi orqasi pechat ekan. Birinchi paysi, ABS konditsioner yo'q. Motor ходовой korobkalari-chi? Ish yo'q. Gazlari bor mashinani. Yumshoq balonlar taqib bo'lgan. 4-paysi diskalarda salonlarga ham mehr berib tashlashgan ekan. Chexol poligi bor, 471 ming yurgan mexanika 1-paysi mashina. Olib, kira qilib yursangiz bo'laveradi. Hali nima deydi? Ja urilib ketmagan 1-paysi bo'lsa ham akalar, salonga ancha mehr berilgan. Shu aybi 1-paysi. Orqalari. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Kraskasini qancha dedingiz? 40% ga o'zlari olibdi. Gazlari bor-a? Gaz benzin yuradi. Hozir benzinda. Narxini qancha so'rayapsiz? Narxi buni yaqinroq kanalga 6000 dollar. 6000 dollar kami bor. Barakaga o'tib beramiz. Generalni berasizmi? Generalni beramiz. Generalni beradi. Dokumentda muammosi yo'q. Sotmoqchi bo'lsanglar ham aloqaga chiqaverasizlar. Nomeringizni aytsangiz? 97lik 97lik 473 473 2080. 2080 raqamlarga aloqaga chiqinglar. Ikkita arzon lasetisi ham bor. Aloqaga chiqinglar, bunusini ham kelishtirib beradi. Umar avtodanman deyish esdan chiqmasin. Xo'p, davom ettiramiz. Ozodbek akamdan sotmoqchi bo'lsanglar ham o'zlari yaxshi narxlarga olaveradi. 2020 kraskasi buni. Kraskalari toza. Mana kanda sevasida. Bir qarich betonga baraka bo'ladi. Bir qarich betonga mashina baraka bo'ladi. Motor ходовой korobkalari o'ta go'zal. Ko'rishlaringiz mumkin. ABS konditsionerlari, gazlari 4-pakelina emas-a? Pakelina propan gazlari bor. Ko'rishingiz mumkin. Yumshoq balonlarda diskalari. Balon taqaya deb yurmaysizlar. Balonlari ham yaxshi holatda. Salonida chexol polis bor, 217 ming yurgan, 2-paysi mexanika. 5 shumkada. Orqalarida mana chexol polik. Bu tomondan ko'rsatib o'tib ketaman. Holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Mashina holatlari yaxshi. 2-paysimi, 3mi bu? 2-paysi. Orqa tomon ko'rinishlari, gazi 4-pakelina propan, ashaqamidi? 4-pakelina propan gazlari bor. Bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Holatlari ko'ryapsizlar. 20-yil mashina bitta petnoga baraka bo'ladi. Narxini endi Ikkasi petnosi va xolos. yaqinroq xohlasangiz qo'lga tegadigan narxini aytsangiz ham bo'laveradi. Xo'p, endi o'zim hozir ukam Nechta beramiz buni? buni aytsam 9000 ga beraman. 9000 ga beriladi. Dokumentda muammosi kelganmi? Dokument gen desa gen, nomi desa nomiga chiqadi. O'zim nomimga dokument kelgan hozir. Xo'p, nomeringizni aytsangiz? O'zim qo'l qo'yaman bo'ladi. 94lik 94lik 053 053 0717. aloqaga chiqinglar, batafsil ma'lumotni o'zdan olinglar. 0717 oxiri. Aloqaga chiqaverasiz. Akalar, 2015-yildan boshladik. Ko'ringlarchi, kraskasi bitta kilo bilan kapotda, petno kiloda kraskasi bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Motor ходовой korobkalari. Korobka ходовойлari yaxshimi? O'zor mashina kamchiligi yo'q. Kamchiligi yo'q. Uslitri oldi orqasi butun buni. ABS'i bor, konditsionerlari bor, ko'rishlaringiz mumkin. Metan gazlargacha o'rnatib qo'ygan. Yumshoq balonlarda balon diski yangi ekan. 4-paysi diska taqilgan, o'zi 2-paysi mexanika korobkada. Chexol poligi bor, 383 ming yurgan mashina. Holatlari yaxshi. Orqasini ochib qo'y. 5 shumkada, orqalarida chexol poligi bor. Mana bu tomon ko'rinishlari mashinani. Holatlarini ko'rib turibsizlar. Mashinamizda metan gazlari bor. Metan bilan jihozlangan, benzin gazda. Ko'ringchi, yana orqalarni ham. Aka, buni narxini qancha so'rayapsiz? 7200 dollar kami bor. Generalni chiqadimi? Generalni chiqadi. Variant yo'llari-chi? Variant yo'q, faqat naqd pul asosida savdosi bo'ladi. Nomeringizni aytsangiz? 93lik 788 788 56 65. 56 65 raqamlarga aloqaga chiqinglar. Variant yo'q. Barter yo'llari bor. Telefon qilinglar, kelishinglar, savdolashib olsanglar bo'laveradi. Akalar, 2018 dan davom ettiramiz. Bittadan like deb bosib qo'yaverasizlar, kanalga obuna bo'lib, kraskalari-chi?
Petnolari nechta joyda? 3ta joyda. Petnolari orqa kirlovda. 3ta joyda petnosi borga baraka bo'ladi. Yo'q, orqa kapot alishgan. Orqa kapot alishgan ekan. Sepilganda. Sepilgan. Motor hadovo korobkalari-chi? Juda zo'r, ko'rishlaringiz mumkin. Mashinamizda ABS konditsionerlari bor. Qayerda mashinasi edi bu aka? Shaharda mashinasi, yumshoq balonlarda turibdi, yonlari 3 ta petno va bitta orqa kapot alishgan ekan. Chexol poligi bor, avtomat korobka 4-paysidanmi? 4-paysi 345 ming yurgan Malibu bar qo'yilgan. Malibu barmidi o'zi bu? Malibu bar qo'yilgan, orqalarda chexol polgilari bor. Shumgasi to'rli eshikmi? To'rli eshikda shumgasi bor. Orqa kapot almashgan akalar. Gazlari metan benzinda. Mana bu tomonlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Narxini qancha so'rayapsiz uni? $8,000 kami bor. Generalni berasizmi? Generalni beradi. Variant yo'llari-chi? Variant necha puli borga? 4,000-5,000 plyus bo'lsa, Cobalt minsiz bo'ladi variantga. Nomer aytsangiz? 91lik. 604 1898 raqamlarga aloqaga chiqinglar. Batafsil ma'lumotni egasidan olsanglar bo'laveradi. 2021 dan ko'rsatib o'tib ketamiz. 2021-yil kraskalari ikkita joyda petnos bor deyilyapti. Endi o'z uchun bir qator tekshirtirib olsangiz bo'laveradi. Aka, buni motor hadovo korobkasi zo'r ekan, motor hadovo korobkasi, ABS, konditsioner, gazlari bor, filtr radio menimcha almashgan ekan. Ko'rishlaringiz mumkin. Oldida mana shu yerda jicha rektovgasi ham bor ekan mashinani. Yumshoq balon taqib qo'ygan, archa balonlar, yonlarini ko'rishingiz mumkin. 2020 mexanika, chexol poligi bor. Mashina 99,000 probeg degan, 99,700 yurgan mashina. 5 shumka, orqalarida ham chexol poliglari bor. Mana bu tomon ko'rinishlari, afshibga ko'rinishlari yaxshi holatda. Stop qo'yilgan. Gaz metan buni ham. Metan gazlari bor. Zemniy balonlarda. Narxini qancha so'rayapsiz buni? Narxini 9,350 deyapti. 9,350 kami bor. Barakasiga o'tib berasiz. Variant chiqadimi bunga? Bunga ham chiqadi. Variant bunga ham kelishsanglar bo'ladi. Nomerlaringizni aytsangiz? 91lik 604 1898 raqamlarga aloqaga chiqinglar. Yana batafsil ma'lumotini egasidan olsanglar bo'laveradi. Pul yengilidan davom ettiramiz. Ko'ringlar mana. Mugrias bor rangida 2014 desimi buni? 2014 3-paysi ABS konditsionerdan muammosi yo'qdan. Ko'ringlarchi. Kraskasi qancha buni? 30% kraskalari bor. O'z uchun tekshirtirib olaverasiz. Gazi bor, metan, ABS, konditsionerlarni ko'ryapsiz aka. Motor hadovo korobkalari turishlari o'ta go'zal ekan. Yon tomon ko'rinishlari, 4 ta yangi balon taqib qo'ydim deyapti. Ko'rishlaringiz mumkin. Bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Salonida chexol polig bor. 386 ming yurgan 3-paysi mexanika mashina. Shumgasi to'rli eshigimi buni? To'rli eshik shumgasi bor. Orqa salonida ham chexol polig. Bu tomonlarni ham ko'rsangiz bo'laveradi. Hamshibgalari ham yaxshi holatda. Mashinamizda metani bor, metan benzinda. Barter ham yo'qlarga kelishasizlar bunga. Barter yo'llari ham bor. Narxini necha pul qo'yamiz? $6,300 kami bor. Generalni berasizmi? Generalni berilaveradi. Dokumentdan muammosi yo'q. Nomeringizni aytsangiz? 93lik 413 2300 raqamlarga aloqaga chiqinglar. Yana batafsil ma'lumotni akamizdan olsanglar bo'laveradi. 2014 2.6 kiloda kraskasi bor. Eshik chizig'ida petnos bor. Ikkita joyda kraska va bitta joyda petnosi bor. O'z uchun buni ham tekshirtirib olasiz. 14-yil mashina, ABS bor, konditsioner, gazlari bor. Motor hadovo korobkalari
Rasxoti yo'q. 240 ming yurgan Gansveta mashina. Bunga ham yaxshi balonlar o'rnatib qo'yilgan. Balon holatlari ham yaxshi holatda. Ko'rishlaringiz mumkin. Mexanika ikkinchi paysa 233 ming 200 aka ko'rib qo'yaverasiz. 239 ming yurgan mashina. Ko'p gapirganimdan adashmay ketyapman. Orqa tomonlarini ko'rishlaringiz mumkin mashinani. Salon holatlari yaxshi. Gaz metan edi-ya buni. Metan gazlari bor. Metan benzinda. Narxini qancha so'rayapsiz? 7200 dollar kami bor. Variant chiqadimi? Variant necha pul borga? Yetmay qolgan joyga variant berilaveradi. Qiziqqanlar mana nomeringiz 93lik 411 56. Akalar, shu bilan Cobalt syomkamiz tugadi. Kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Qanaqa boshqa kerak bo'lsa, kommentariyga yili bilan nomini yozib, nima deysiz? Dokumentlar chiqarar ekan. Qanaqa mosh kerak bo'lsa, kommentariyga yili bilan nomini yozib, kanalimizga obuna bo'lib, podeshkani yorib tursizlar akalar. Undan keyin Lacetti syomka qilaman. Bundan oldin Nexia, undan keyin Matiz, hamma videolarda kanalga kirib ko'rsanglar bo'laveradi. Sizlar bilan Umar Avto, Umarjon ukalar bo'ldi.